o'zimni rezidentlarim uchun faqat sifat xohlayman. Chunki men o'zim sifatli kletkalarni ishlatishga o'rganganman. Faqat zo'r bo'lsin, sizga 1000 yillab ishlab bersin. Mabodo siz quyonchilikni yig'ishtirib olganingizdan keyin bemalol bu kletkalarni sotib olishingiz uchun ham mo'ljallab olib kelganman. Chunki bir xilida o'xshaydi quyonchilik, bir xilida o'xshamaydi. Shunaqa. Bugungi video faqat kletkalar haqida. Assalomu alaykum rezidentlarim. Hammanglar yaxshimisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Xo'p. Bugungi kechamiz xohlasa quyon kletkalarni pishirish bilan bandmiz. Hammani nima deydi? So'rog'iga binoan deydimi, nima deydi? Mana shunaqa narsalarni olib keltirdik. Ko'ringlar, shu dahshat narsa topdim. Faqat rezidentlarim uchun. Qaranglar. Bu kletkalar sotuvga olib kelingan. Rossiyskiy zavod, ko'rdinglarmi? Ani o'rtadagi nima edi? Karmushkalari ham boshqacha, vobshe boshqacha. 2 etajli. Sizlarga bitta uni yig'dirib ham, bitta ko'rsatib beraman, xudo xolisa ertaga. Hamma narsani tushuntirib o'taman. Shalandada birinchi partiyasi keldi. Kim ko'proq olgisi kelayotgan bo'lsa, bemalol ovorasizlar, murojaat qilaverasizlar. Bizning bolalarimiz xizmatda. Assalomu alaykum prezidentlar, qalaysizlar? Zo'rmi? Ana. Sifat bomba. Men uncha narsani olib ko'rmayman, sotmayman, lekin buni sifati vobshe bomba narsa. Hamyonbop, shuni aytib o'tish kerak. Kech bo'lib ketdi, qorong'i ham tushib ketdi. Hali ham bizni yana yarmisini tushirib oldik, xudo xolisa. Bolalar tushirib olishda yarimiz hali bor. Chiroyli taxlavaring, chiroyli taxlang. G'ishki taxlagandek taxlang. Mana. Inshaalloh usta g'ish tergan deydi. Men sizlarga ertaga mana shuni anaqada nima edi? Yorug'da ko'rsataman. Ideal narsa lekin. Xudo xolis vashchi. Olgan odam baraka topib ishlatar ekan. Xo'p, o'rtoqlar, mana bu manzarani qaranglar. Shuncha kletka keldi. Hammasini sotuvga olib keldim. Hozir birma-bir tushuntirib beraman. Mana shuni. Men bitta yaxlitroq ko'rinyapti. Qaranglar. 1 2 3 4 5 6. Ya'ni 6 ta ona quyonli bir tomondan. Bu kletkalar 2 etajli hisoblanyapti. 2 etajli. Bir tomondan 6 ta ona quyonga, ikkinchi tomondan 6 ta ona quyonga. Ya'ni pastiga qavatda 12 ta ona quyonga joy bor. Ko'ryapsizlar? Hammasi mana bunaqa ochilishini ko'rdik. Qisqib qo'yish kerak. Xo'p. Mana bu yerda mana bunaqa plasmas anaqasi bor. Mana. Ochiladi, yopiladi. Neudobni deb bitta qo'l bilanchi, neudobni. Xo'p, hammasida plasmas yashiklari bor, plasmas yashiklari, ya'ni raddomga. Hammasida karmushkalari bor. Karmushkalarni ko'rdinglar, boshqacha. Mana bu yerda yaqinroqdan ko'rsataman. Bu yoqdan solinadi, bu yoqdan tushiladi. Tegida nima edi? O'zi atsef ham bor. Mana changi yig'ilsa, teshi-teshilardan tushib ketadi. Shunaqa narsa ham bor. Xo'p, o'rtoqlar, har bittasini tegida trap bor, ya'ni aniq oyog'iga botmasin deb. Tegidagi 6 ta qavatli, 2 qavatli kletkada 12 ta ona quyonga mo'ljallangan, tepadagi qavatda 24 ta bolasiga mo'ljallangan. Yaxshilab eshitib olinglar. Bu setka
Горячий отsinkovka. Xitoy emas bu. Горячий отsinkovka 1000 yil ham turib beradi. Meni o'zimni kletkalarim ham o'zimniki mana shunaqa горячий отsinkovkadan. Bu zanglamaydigan setka. Men bu karmushkalaringiz zanglashi mumkin. Endi suv tegsa boshqa qilsa bu yuvilgan 100 martalab. O'shanga bu ozgina balkim zanglagan bo'lishi mumkin mana bu yerda. Chetlari karmushkan. U hech narsa emas. Главныйsi setkasi zanglamaydi. Tegidigini ko'rdinglar. Oyon tegidi setkasi 1 millimetrga где-то bir 6 millimetr bo'lsa kerak. Anig'ini bilmayman. O'lchashim kerak. Mana shunaqa holatda. Bizda chiqqan kletka emas bular o'rtoqlar. Bular rossiyskiy zavod standart bo'yicha yasalgan kletkalar. Именно quyon uchun. Boshqa uchun emas. Ya'ni standart bo'yicha o'zini qanaqa razmer bo'lishi kerak bo'lsa, quyonga kletkalar o'shnaqa standartda yasalgan. Ikkinchi qavatini ko'ryapsizlar. Bolalari uchun. Bolalari uchun. Ya'ni bitta anaqaga mana ochiladi. Kuchim yetmayapti. Xudo. Mana ochiladi. Mana bunaqasiga ochiladi. Mana 1 2 3 4 5 6. Bu bitta yacheykasiga ikkitadan ketadi. Tepadagi qavatda bolalarning qavatiga 24 ta bolasi ketadi. 24 ta bolasi ketadi. Tushundinglar? Trapi yo'q bu yerda. O'zicha aslida trap kerak emas. Agar qalin setka, otsinkovka setka bo'lsa, горячая otsinkovka, trap kerak emas. Men hech qachon trap ishlatmaganman. Chunki tegida уже menda standartga loyiq yacheykalari ham setkani qalinligi standart bo'yicha bo'lgani uchun men hech qachon ishlatmaganman trapni. Lekin ishlatayotganlar bor. Kimdir nima arzonchi setkada qilib qo'ygan bo'lsa, o'zini kletkalarini o'shalar trap qidiradi. Voy trap yo'qmi deb rosa mamnaqa narsani qidirishadi. Bular ko'rdinglar, u standart bo'yicha bunda yechiladi u. Bu hozir boylanmagan boshqamaga ilgiylari bor. Bunda tiq etib joyiga tushadigan narsa. Xo'p. Mana yerda men traplarim yotibdi. Men shuni sotib olmanman. Kelganlar o'zi yarmi sotilib bo'ldi-da. Men ishlatmayman bu narsani. Chunki qalin setka turibdi tegida, oyon tegida. Xo'p, mana o'rtoqlar ko'rdinglar. Yana bitta aytib o'taman. Pastki qavatda 12 ta ona quyonga, tepa qavatda 24 ta bolasiga mo'ljallangan kletkalar bular. 2 qavatli. Bizani bir xillani joyi nima deydi, to'g'ri kelmaydi. Bir xillani joyi to'g'ri kelmaydi. 2 etajli kletka sig'maydi bizga lepa deganlarga. Mana shuni o'zini ham 6 taligini oyoq qo'yib berib sotamiz. Tushunyapsizlar? Ya'ni 6 ta ona quyonli joyini bir qavatli joyga bemalol olib kirib qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Ikkinchi etajini xuddi shunaqa bolalariga alohida oyoq qo'yib sotamiz. Uni anaqasi yo'q. Nima edi? Ya'ni alohida bo'linadigan narsa yo'q, anaqasi, problemasi yo'q, hammasi chotki. Xo'p. Qiziqarli narsaga kelyapmiz. Nech pul? 2 qavatli setkan turishi 12 ta ona, tepada 24 ta bolasi ketadigan setkani 3,5 million so'ravamiz. Sunnatiga ozgina o'tib beradigan joyimiz bor. Bir qavatli 6 ta ona ketadigan joyga, 6 ta ona ketadigan joyi 1,5 million bo'lishi, undan pasti yo'q. Ikkinchi qavatini o'zini sotib oladiganlarga 800 ming bo'lishi pasti yo'q. Mana shunaqasi gaplashamiz. Hammasida suv idishlari, ya'ni mana bunaqa nipillari bor ichida, hammasini oyog'i bor.
xohlaganlarga nomer qoldirib ketyapman. Bu o'rtoqlar esingizdan chiqarmanglar. Bu sex emas. Bu Rossiya zavod standart bo'yicha ishlangan kletkalar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammalarni roza kunida Alloh uchun yaxshi ko'raman.